Assalomu alaykum, fasadchi bolalar, fasadni plitka ishqibozlari. Obyektimiz bitdi. Xudo xolasa biz juda fayzli joydamiz. Doim obod degan joydamiz. Dang'arani doim obod degan joyda. Haqiqatan ham doim obod ekan. Mana chiroyli qilib g'ishtlarimizni qotirib berdik. Bu g'ishtlarimiz 3D ko'rinishdagi maloshli g'ishtlar bo'lib, so'kollari faskada bo'ldi, mokriy. Laklarda sepib qo'ydik, plaster bo'ldi mokriyda. Tunuka fonlarini qilib berdik. Tunuka fonlari o'zimiz Bag'doddan keldi. Maxidom 2 sexidan keldi tunuka fonlarimiz ham. Aziz qadrdonlar, kimga shunaqangi g'ishtlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor, kelishilgan narxlarda. Har xil rangdagi g'ishtlarimiz bor. Mana holatiga baho berasizlar. Juda chiroyli, juda fayzli bo'ldi bu xonadonimiz.